PUBG Mobile ofitsial turnirlar uchun 365 kun trenirovka 15-kun. Bugun sizlar bilan birgalikda Close Fighter roli qanday rolligini ko'rib chiqamiz. Close Fighter so'zining hamma ma'nosini bilsa kerak, ya'ni yaqindan otishuvchi igrok. Close Fighterlar asosan SMG va LMG orужиялari bilan yaxshi o'yna olish kerak, ya'ni Drabashka va PP orужиялар. Close Fighter roli asosan o'yinda xo'rak vazifasini bajaradi. Ya'ni Close Fighter fight ketayotgan turgan joyga boradi va ana o'sha yerda fight qiladi. Bu vaqtda boshqa guruhlar uni himoyasini ta'minlab berish kerak bo'ladi. Bundan tashqari Close Fighterlarning qo'li turnirga kirganda umuman qaltiramasligi kerak. Sababi ularning bitta xatosi tufayli komanda minusga kirib ketishi mumkin. O'zbekistonlik Close Fighterlarga misol aytadigan bo'lsam, Don va Tonight. Sababi ular o'zlarining yorqin o'yinlari bilan O'zbekistonga tanilgan. Nafaqat O'zbekistonga, balki SNGga ham. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. PUBG Mobile ofitsial turnirlar uchun 365 kun trenirovka 15-kun. Bugun sizlar bilan birgalikda Close Fighter roli qanday rolligini ko'rib chiqamiz. Close Fighter so'zining hamma ma'nosini bilsa kerak, ya'ni yaqindan otishuvchi igrok. Close Fighterlar asosan SMG va LMG orужиялari bilan yaxshi o'yna olish kerak, ya'ni Drabashka va PP orужиялар. Close Fighter roli asosan o'yinda xo'rak vazifasini bajaradi. Ya'ni Close Fighter fight ketayotgan turgan joyga boradi va ana o'sha yerda fight qiladi. Bu vaqtda boshqa guruhlar uni himoyasini ta'minlab berish kerak bo'ladi. Bundan tashqari Close Fighterlarning qo'li turnirga kirganda umuman qaltiramasligi kerak. Sababi ularning bitta xatosi tufayli komanda minusga kirib ketishi mumkin. O'zbekistonlik Close Fighterlarga misol aytadigan bo'lsam, Don va Tonight. Sababi ular o'zlarining yorqin o'yinlari bilan O'zbekistonga tanilgan. Nafaqat O'zbekistonga, balki SNGga ham. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.